Sarvarjon bu safar qo'yma endi. Suhrob aka, bugun qo'ydi liderlari keldi aka. Obunachilaringizga. Gap yo'q. Nechi bosh endi? Xudo xolasa 20 bosh aka, 2 bosh qo'chqor ham boshiga. Mana akalar, sariq qo'ydi so'ragan akalarimiz bor edi. Sizlar uchun mana shunday qo'ylarni ko'rsatish uchun yetib kelganmiz akalar. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz. Mana bugun sizlar uchun Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Kuton mahallasida mana shunaqa yirik, haqiqatan udar bo'lgan, suyak qo'llari baquvvat bo'lgan, inshaalloh uzun bo'lgan mana shunaqa qo'ylarni ko'rsatamiz akalar. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasa, albatta biz siz uchun yaxshi sifatlilarini ko'rsataveramiz akalar. Akalar, ko'ringlar, sizlar uchun mana shunaqa sariq, xudo xolasa, undan tashqari chiroyli bo'lgan ikkita qo'chqor ham bor ekan. Mana qoralarni ko'rib olamiz akalar. Haqiqiy udar bo'lgan qo'chqorlar ichida yuribdi akalar. Maza qilib mol qilaman, ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa, xudo xolasa ko'ryapmiz akalar. Mana shunday yirik tog'oraday dummasi bor, xudo xolasa qo'ylarimiz sotuvda. Sarvarjon, soni nechta dedik? Soni 20 bosh aka. Mana akalar, 20 bosh mana shunaqa sifatli qo'yib kelibsiz-da. Aka qo'ydi udaridan havasmanga boqaman deydigan obunachilaringizga aka tavsiya qilaman bu qo'yni aka. Gap yo'q, joningiz bor. Hozir bu yerda 20 tani ham bir qo'lga olaman desam sotaverasiz, 10 ta ham sotaverasiz. Qizig'i yo'q aka. 4 ta olaman deydiganga ham sotaman aka. Mana akalar, bu qo'ylaringizda tishi qanday endi? Tishi aka tusoqi ham bor, chorsi ham bor, panjigacha aka uzog'i. Ha, panjigacha. Mana akalar ko'rib olaveramiz. Panjigacha bo'lgan qo'ylarimiz inshaalloh sotuvda. Ko'raveramiz akalar. Endi buni tishini aytdingiz, bo'g'ozligi qanday bu endi? Bo'g'ozligi Suhrob aka obunachilaringizga isboti bilan ko'rsatib beraylik aka. Aha. Bo'g'oz qo'ylar aka. 100% emas, 200% aka. Bitta yarim ichidan qo'chqar qochmagan bo'lishi mumkin aka, lekin che qo'chqar yuribdi aka. Ko'p aka, bir qochdan yelni bor aka qo'ylar. Mana akalar. Xudo xolasa, mana shunaqa to'q bo'g'oz xudo xolasa qo'ylarni olaman desalaringiz, ko'rib olamiz. Sarvarjon buni endi ko'rsataylik. Ko'rsataylik-da mana. Aka qo'yni ko'rsatingda. Mana akalar. Yelinlari bilan, yelin solgan, xudo xolasa mana shu kecha kunduz tug'aydigan qo'ylarimiz. Mana. Aka qo'ydi bizga zo'rini ko'rsatib, pashag'ini yashirishmas aka. Hamma qo'yni ko'rsatsangiz ko'rsataman aka men. Mana akalar. Mana akalar. Mana aka olaveramiz. Karate bilan qatnashgan bular. Tishini ham ko'rsating aka. Tusoq aka. Mana akalar, ikki tish. Eng balani panji dedingmi bularni? Eng baland xudo xolasa panji aka. Mana akalar. Tish to'kkan, dunyoga olib borish kerak bo'lgan qo'ylar yo'qmi? So'rab aka undaq qo'y yo'q aka. Mana akalar, xudo xolasa yosh qo'y so'ragan akalar. Aka buni qarang, endi tusoqqa chiqyapti aka. Chori panji qo'ygadan beradi aka. Mana akalar. Tishini ham ko'rsating Suhrob aka. Mana tishlari bilan akalar, xudo xolasa tusoqqa chiqyapti endi aka. Endi hammasi yaxshi ekan. Buni dastavkasini nima qilamiz? Dastavka Saror optimga aka, O'zbekiston bo'ylab. Mana akalar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalar. Narxini nima qilamiz? Sarvarjon, buni narxidan gapiring. Aka qo'ylarni ko'rsating aka. Mana akalar, yirik, haqiqatan qalin. Poychalari o'zi ham chiroyli, tishlari ham mana. Aka tish. Mana. Chori qo'y. Panji. Panji qo'y aka. Panji qo'y akalar. Ko'rib olaman. Bu narxini nima qilamiz, Sarvar? Narxi aka 5,5 milliondan qo'yamiz aka. 5,5 milliondan? 5,5 qimmat bo'lyapti. Bo'laydigan joyini gapiring, bu bo'lmaydi 5,5. Suhrob aka 6 million, 6,5 million qo'yapti aka, bizga 5,5 dan qo'yaylik. Yo'q, unday demangga. Qo'chqor ham shu narx ketadimi? Yo'q aka, qo'chqardagi qiziquvchilari bor aka, ikkita qo'chqarda kelishamiz aka, egalari, oluvchilar bo'lsa aka. Bu hammasi baquvvat qochadiganlardan-ku. Shunaqa aka. Mana akalar. Ya bo'laydigan joyini ayting, 4 million 800 bo'ladimi? Yo'q, Suhrob. 5 million 300 mingdan Suhrob aka, o'zimizda obunachilik aka. 5 million 300 qilmas, Sarvar. 2 dona qorasi bor aka buni. 2 dona qorasi bor aka, hammasi noyob pulga topilmaydigan variantlardan Suhrob aka. Pulga bepul variantlardan deysiz-da. Aka, mana shu qo'ylarim aka. Bir qo'ch yelini bor aka. Shu kecha kunduz tug'aydigan qo'y aka. Oq qo'ylar. Sarvar, gapni ko'paytirmaylik, mana bu yoq shom bo'lyapti. Shuning uchun bitta narsa aytay. 5 milliondan qo'yaylik shu qo'ylaringizni, xudo xolasa olgan odam maza qilsin. Suhrob aka 5 million 100 ming so'mdan aka O'zbekiston bo'ylab dastur. Yo'q, uni qo'ying, 100 qo'ying. 5 million tekisdan qo'yaylik. Arzonchi Sarvar aka, arzonchi necha qolsin deysizmi? Ha, обязательно. Ketdi aka, 5 milliondan bir qo'lga oldim deganga 20 ta qo'y aka, 5 milliondan ketdi. Mana akalar, xudo xolasa bir qo'lga olaman desalaringiz 20 ta qo'yni 5 million so'mdan ketdi akalar. Xudo xolasa yana ham savdosi bor, bemalol telefon qilasizlar. Aka bitta obunachimiz olib qo'yay, xudo xolasa aka. Yo, shunday, Sarvar yana bitta narsa aytay, hozir demak 20 tan bir joyga 5 milliondan berasiz. Bir joyga aka olsa. Bunday demangda aka, bu hozir bunaqa 10 ta olaman deydigan. Aka, xudo xolasa 4 ta olaman deydigan obunachilar ham telefon qilaversin aka. Zo'rini olsa, pelisi bor aka. O'zim ajratib bersam, sal 5 so'm 4 so'm menusi bor aka. Mana akalar. Aka qo'y aka, mana shu oq qo'ylarni bir ko'rsatinglar-chi. Ko'rsatinglar mana obunachilarimizga aka. Bitta ikkitasi telefon qilyapti, aka qo'yingiz bo'g'ozmi deyapti. To'qlilan aka, mana aka. Bo'g'oz qo'yni olib keldik.
Gap yo'q. Ko'rsating. Bir qo'ranik ekan emas. Tushundim. Sarvar 5 million so'mdan bo'lmasa mana tishlari bilan akalar. Akalar Qashqadaryo viloyati G'uzor tuman Piton mahallasida mana shunaqa sifatli sariq qo'y so'ragan akalarimiz bor edi. Mana shularni endi ko'rsatib turibmiz. Bemalol mol qilaman, ko'paytiraman degan akalarimiz bo'lsa, telefon nomerlari pastda turibdi. Bemalol telefon qilaverasiz. Xudo xolasa obunachilar telefon qilaversin aka. Narxini ozmoz xayrini ham qilib beraman aka. Mana akalar, gap yo'q. Ko'rib turibsizlar, mana shunaqa sifatli udar qo'ylar xudo xolasa Sarvar Optimchida bemalol nomerlar turibdi, telefon qilib baraka qolsalaringiz bo'ladi. Mana. Mana ko'rib olaveramiz.